9 yil birga o'qigan sinfdoshim "Sanam futblogersandek haliyam ramyonni sosika bilan qovurib yuribsanmi?" deb urishib berib, bitta zo'r retsept o'rgatdi. Ishoninglar tayyorlab ko'rgandim. Umrimda yegan eng mazali ramyonni retsepti ekan. Va albatta sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Birinchi navbatda qo'ziqorinni yog'da o'lgungacha qovurib olamiz. O'lgandan keyin bitta tuxumni chaqib, nomiga qovurib, ustiga suv quyamiz. Keyin esa tabga ko'ra tuz, shuningdek ramyonning ichidan chiqadigan ziravorlarni ham solamiz. Faqat achchig'ini hammasini solmanglar, o'shanda achchuv bo'lib ketmaydi. Suv yaxshi qaynab chiqqandan keyin lapshani o'zini solib, bir yoq tarafi yumshagungacha kutib turamiz. Yumshagandan keyin teskari tarafini o'girib, ustiga bitta dona tuxum chaqib, xolodilnikda oyimiz bekitib qo'ygan sirlardan chiroyli qilib solib, taxminan 2-3 daqiqaga, ya'ni sir erigungacha ustini yopib qo'yamiz. 2-3 daqiqadan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali ramyon tayyor. Ramyon yoqtirmaydiganlarga ham yoqadi. Chunki oyim ham o'zlari maza qilib yeb oldilar. Xullas, ishoninglar zo'r chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.